Ço'qiring ana. Kuyovni beringlar, kuyovni. Salomim sulim ko'ksimdadir o'ng qo'lim ta'zim bilan barcha mehmonlarga yaqqa falokat to'yxonada pishirib qo'yibdimi deb qolamiz. Akmal aka, siz navbat sizga. Mana bugun to'y, mana bugun tantana. Barchangizni bugungi tashrif buyurgan Bazmi Shavkatga, Bazmi Jamshidga bo'ladi. Jamshid bilan ushib qolganman-da, o'shancha Shavkat bilan o'rtaman. Bazmi Shavkatga tashrif buyurganinglar bilan muborakbod etaman. Endi navbat o'yin kulgiga. Ketdi. To'ylar muborak. Nima? Orqani qarang, qitti botdi. Shu gapda ibratli so'z keldi. Gap bo'lganga 1000 tanga. So'z bo'lganga 1000 tanga. Zo'r gapirdi. Tuz yo'qmi? Hech nima qilmaydimi? Ha, yana oq choyni qizil choyga aralashtirib, mix qilyapsizlarmi? Yo'q, yaxshi o'tiribmiz. Qani oq choynakka ko'k qopqoq, ko'k choynakka oq qopqoq dengchi. Oq choynakka. Nayzangul qani? Kim meni chaqirdi? Jiyanim ham ketyapti. Jiyansiz qoldim. Sizni jiyaningiz uylanyapti-ku. Xotinni qul bo'lyapti-da. Kechamiz juda ham a'lo kayfiyatda davom etmoqda. Nima deysizlar azizlar? Davom ettiramizmi? Bizga so'z berasizmi? Mag'luriylikmi? Xo'p, azizlar, hamma keldi deganlarida. Alo, ashi bugun assalomu alaykum. Ikkala yoshi nasib bo'lsa, sunnat to'ylarga kelish nasib bo'lsin. To'y ertalamaganing ketingda bo'lsa. Endi bir oyda bir marta stressga tushamiz-ku. Stressga tushsang, mana lalaku ishlab 100% paxtadan voshim stressga tushirmaydi. Shunga obzatilla borib bo'kkuncha, sharmanda bo'lguncha ichish kerakmi? Xotin olsang xondaysan, har kuni issiq non yeysan. Kechasi 12 dan keyin uyga kirganda jon deysan.